Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalim obunachilari, Telegram guruhim obunachilari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Omon esonmi? Dehqonchiliklar. Bizani dehqonlardan boshqa hech kim kuzatmaydi-ku. Bizlarning bugungi ro'z uylarimizni holati. 10-terim bo'lgan. Shu vaqtgacha sizlarga bitta ana shu narsa bo'yicha bir video qilib ko'rsatay. Bir 5 ta palakni ko'parib kelyapman. Xo'sh. Mana 5 ta palakni ko'paryapman. Kokosda mana shu kokosda ham nematoda bo'lar ekan. Nima uchunki mana bu uni qattiq sut qo'yish mumkin. Uchini qarang, qanday o'tkir. Yo biron xil narsani ipni tiqqan vaqt mana buni temir bilan bunday qattiq ipni tiqadik, mana yerdagi qarang qana. Ana shuni tiqqan vaqt kokos teshilishi mumkin. Kokos yerda-ku bizaniki. Bir qavat salafan tashalgan tamom. Qalin salafan. Foydasi yo'q bu narsani. Kokos yerda bo'lgani uchun ana shuni igilni yo ana bu ipni tiqadigan temirni ta'sirida mana u teshiladi. Keyin nematoda o'tadi. Kokosning ichiga kirib o'tadi. Bir marta burnout berganman. Nematodani uyini kuydirganman. Bu sal svejroq palak. Mana. Kuyib bo'lgan bu tamom, hech narsasi yo'q mana. Puch bo'lib qolgan. Puch. Koreyskiy burnout do'rdan berganman bunga. 12 gramlik doza bir martaga. Mana shuni o'ldirib tashlagan. Palakam lekin o'lgan. To'xtaydigan to'xtaydi, qattiq bo'lgan ana shuni chirib yo'qolib o'lib qoladi. Mana xo'shok bo'lib qolgan tamom. Shu burnout yaxshi действияda hozir данное время. Bizda 25 kun bo'ldi, hali umuman quyosh yo'q. Yuqorini to'xtatib qo'yganmiz. Yuqorini to'xtatganimiz hisobiga gullar ishlayapti. Guldori changlash hammasi davom etyapti. Kunduzi temperatura yaxshi beryapmiz. Bulut bo'lsa ham taxminan 18, eng kami 22 beryapmiz bulut bo'lsa. Kechqurun 16-17 ushlab o'tiramiz. Haftaga 2 marta terim bo'lyapti ro'z uylardan. Ishqilib yomon emas. Chirish, pirish, shuncha yog'ingarchilik, shunday loy-poy bo'lgani bilan palagimizga yo'q. Yaxshi ishlovlarni berib hali qilib turibmiz. Xudoga behisob shukr, yomon emas holat. 1-2 ta 3 ta nematodan ana shunaqa gohida o'ylantirib qoladi. Sizlarga ulashay dedim, shu bilan bitta video qildim sizlarga. Ro'z uylarimizning holati mana shu. Galovka to'xtatilgan. Bizning plan skori mana shu yergacha bir 4-5 ta gulxonalarni polni olib bo'lganimizdan keyin
ichkarilar bilan kirib ko'rsatyapman. Polni to'xtatib bo'lganimdan keyin yuqoridan bachkichalar kam chiqyapti. Nima qilamiz? Bachkidan qo'yaveramiz. Pastdan 4-5 ta gulxonani bo'shatib to'xtatib bo'lgandan keyin. To'ngacha bularni tezroq pishirish maqsadiga temperaturani ayamay zo'r qilib beryapmiz. Xudo xolasa rozi uylarim bo'yicha biror marta video qilmaman. E'tibor bersam. Yoshligiga 5-4 gulxona bo'lgan vaqt bir marta qo'yganman, tamom. Holat yomon emas, chotki. Prima Moskvaga sotilyapti. Pishgandan beri shu 240 rubl, 200 rubl orasiga narx o'ynayapti. Ikkita gulxona o'zi terib bo'ldik biz pashta. 9 ta 10 ta terimga ikkita gulxona uchdi. Lekin samogonni bizni qishni kuniga kamroq sug'urib, teplitsani namiga qarab olib boryapmiz. Данное время shu quyosh yo'q vaqtda berayotgan temperaturamizni aytdim, sug'urilayotgan suv 200-300-400 gram. Quyoshni o'sha taftiga, vatiga qarab. Bugun terim bo'lgandan keyingi holati. Pink Divay 12 Dog'istonga mashhur necha yillik sort bu. Shundan boshqa yaxshi sort yo'q, yaxshi sort bo'lmaydi deyapti. Kam quyoshlikda chidab biladigan sort yo'q. Quyosh yo'q, haqiqatan. Dekabr, yanvar oyi 2 oy past to'liq quyosh bo'lmaydi. Dog'istonga mashhur pepino virusi yo'q bizda. Kaliy o'zlashtirmasligi bor ozgina. Atlas deydi bizning tilga. Kaliyni o'zlashtira olmay qoladi. Bir ikkita chiqadi. Onda sonda. Atak. Hammasi yaxshi. Brix o'lchagich apparat yo'q, faqat Brixni ham bitta ko'rsatdim. Juda shirin pomidor. Kattaligi zo'r olib ketyapti. Yetti sakkiztaga to'xtatganman golovkani. 7-8taga. İçkarilar bilan kirgizib ko'rsatyapman sizlarga. Mana. Pastini, mevasini tezroq terib bo'lganimizdan keyin xudo xolasa palakni bitta tushirib zanovi bachki bilan ketamiz. To'xtash yo'q bizda. To'xtab qolsak kilogram baribir yaxshi bo'lmaydi. Do'chi davom etganimiz 1000 marta yaxshi.
Gaz вообще ekonom qilganimiz yo'q gazni. Gazni ekonom qilsak tamom, polni serigini tushib ketardi. Fortishkalar kam ochiq qo'ygan holatda. Bu tomonlarni ham ko'rsatamiz. Mana ichkarini kirish kerak. Fortishkalarni ochiq qo'ygan holatda. Böyle kamroq ochiq qo'yilgan, qarang. Turbani 75-80 gradusda ushlab turibmiz. Rozoviylarimizni 9-10 terimdan keyingi holatlari. Barg вообще olinmagan. Bulut yomg'ir bo'lgani uchun olishga, massiviy olishga qo'rqyapman, lekin o'zimni payvandlarimni olib berganman. Buni oldirmayapman. Massiviy olish rombaloni bir chirish-pirishni keltirib qo'ymasin degan ma'noda oldirmayapman. Shu gap bizda, shu ahvol. Oxirgi vaqtda sizlarga kommentarlar, qo'llab-quvvatlashlar juda passiv. Shuncha ma'lumotlarni necha yildan beri qo'yib boramiz sizlarga. Qo'llab-quvvatlash bo'lmagandan keyin videolar ham bizda juda kamayyapti. Qaranglar, bitta like-mi, kommentarimi qo'ysalaringiz, sizlarni o'sha bildirilgan reaksiyalaringiz, qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli bizga kerak bo'lsa har kun video qo'yib, har kun qancha ma'lumotlarni, sohamiz bo'yicha yangiliklarni ulashib boraverardik. Ko'ryapsizmi mevaning kattaligini? O'ta dahshat, yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa. Mana gulxona terilgan. Birinchi gulxona mana terilgan. Ikkita gulxona terilganda. Bizlarni dehqonchilik ish qilib shu ichkarilari bilan ko'rsatyapman polni. Yomon emas. 9-10 terimdagi keyingi holatlar. Yuqorilargacha gullash bor. Gullash to'xtagani yo'q. Gullash to'xtasa ishimizni ma'nosi yo'q. Beş gulxona mana. Как положено sutli retsept. Haftada bir sepib turibmiz. Hozirgacha to'xtash yo'q. Salomat bo'linglar, kelgusi videolarga ko'rishguncha. Aziz obunachilarimiz, qo'llab-quvvatlash
esdan chiqmasin.